Men eplolmayapman. Tinchlantiruvchi dorilar ham ta'sir qilmayapti. Ko'rinishiga ham, o'zini tutishiga ham havas qilsa arziydi. Turmush o'rtog'ing bo'lsa, shunday bo'lsa-da. Rejalaringda bunda turmushga chiqish bormi? Ahvolingiz yaxshimasdek tuyulyapti. Shuning uchun bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Hech narsa avvalgidek bo'lmasligini o'zing ham juda yaxshi bilib tursan-ku. Uyimizda har kuni meni tezroq uzatish muammosi ko'tariladi. Nimaga orqaga so'rayapsiz? Yo hayotingizda boshqa birov bormi? Bu yer uzatilmasang bo'lmaydi. Menga tezroq sovchi jo'nating deyishim kerakmi? Kim bor o'sha xonada? Nega hammadan sir tutishadi? Agar ko'nglimda boshqasi bo'lmaganda, sizdan yaxshi qiz topa olmasdim. Qalay, yarashibdimi? Juda ham go'zalsan. U ayol meni yomon ko'radi. Meni zaharlamoqchi bo'ldi. Sizni yomon ko'raman. Eshityapsizmi? Yomon ko'raman.